Assalomu alaykum Bestin kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan oshxonangizdagi yumushlaringizni ancha-munchaga qisqartirib beradigan Bestin idish yuvish mashinasini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik idish yuvish mashinasi sotib oladi-yu, lekin undan qanday qilib to'g'ri foydalanishni bilmaydi. Bugun men sizlarga ushbu idish yuvish mashinasidan qanday qilib to'g'ri foydalanish mumkinligini tushuntirib beraman. Ushbu idish yuvish mashinasining motori invertor hisoblanadi va elektrni tejashga yordam beradi. Bundan tashqari mashina ichiga 15 komplekt idish sig'adi. Idish yuvish mashinasida 8 xil rejim mavjud bo'lib, hozir men sizlarga ularni birma-bir tushuntirib beraman. Birinchi rejim oldindan yuvish. Bu eng qisqa rejim bo'lib, atigi 20 daqiqa davom etadi. Ushbu rejimni yuviladigan idishlaringiz soni kam bo'lgan paytda, lekin ovqat qoldiqlari qurib qotib qolmasligi uchun bir marta chayib olishga ishlatsangiz bo'ladi. Ikkinchi rejim gibrid. Bu kundalik rejim bo'lib, vaqti 1 soat 45 daqiqa davom etadi. Ushbu rejim oddiy tushlik yoki kechki ovqatdan keyingi har xil idishlarni, masalan, tarelka, qoshiq, piyolani birga yuvish uchun eng qulay tanlov. Uchinchi rejim gigiyena. Eng qisqa rejim bo'lib 1 soat 30 daqiqa davom etadi. 70 gradusli issiq suv barcha mikroblarni o'ldiradi. Bolalar idishlari va o'ta kir idishlar uchun ayni muddao. To'rtinchi rejim eko. Bu eng tejamkor rejim bo'lib 4 soat 48 daqiqa davom etadi. Nega buncha uzoq deyishingiz tabiiy, chunki eko rejimi elektr va suv hajmini maksimal darajada tejaydi va buni tunda yoqib qo'yishingizni maslahat beraman. 5-rejim super. Ushbu rejim 60 gradusda atigi 29 daqiqa davom etadi. Uyga mehmon kelib qoldi yoki sizga shoshilinch idish kerak. Ushbu rejim idishlaringizni issiq suvda tezroq yuvib beradi. 6-rejim shisha idishlar. Ushbu rejim 2 soat 15 daqiqa davom etadi va shisha idishlaringizni 40 gradusda yuvib beradi. Bu rejimda suv harorati past bo'lganligi uchun nozik va billur idishlaringizning sifatiga zarar yetmaydi. 7-rejim intensivniya va nihoyat eng kuchli rejim bo'lib 65 gradusda 2 soat davom etadi. Kuygan qozonlar, yog'li tovalar yoki duxovka listlar bilan aynan mana shu rejim kurasha oladi. 8-rejim уход за mashiной. Ushbu rejimda maxsus dori vositasi bilan har bir oyda bir marta mashinangizni tozalab tursangiz, mashinangiz uzoq xizmat qiladi. Idish yuvish mashinasidan birinchi marta foydalanishdan oldin bu joyga 650 gram tuz to'ldiring. Uning vazifasi suvning qattiqligini kamaytirishga xizmat qiladi. Mashinaga yumshoq suv kerak, chunki oq dog'lar va suv izlari mashinaning ichki qismida va idishlarda qolishi mumkin. Filtrni kamida oyiga bir marta yumshoq cho'tka va iliq suv yordamida yaxshilab yuvib turish kerak bo'ladi. Buning maqsadi yoqimsiz hidlar chiqishini oldini oladi. Endi qo'shimcha funksiyalarni ham tushuntirib beraman. Timer astrochki. Ushbu rejim bilan qancha vaqtdan keyin ishlashini belgilashingiz mumkin. Masalan, 1 soatdan 24 soatgacha. Polovinная загрузка. Agar yuviladigan idishlaringiz kam bo'lsa, bu funksiyani yoqib ishlatasiz. Dvoyная стирка. 2 tomonlama yuvish. Agar tepada nozik, pastda esa juda kir idishlar bo'lsa, suv bosimini shunga qarab sozlaydi. Длительное хранение. Ushbu funksiyani yoqib qo'ysangiz, 72 soatgacha idishlar yuvilgandan keyin hid chiqmaydi. Intensivniya. Ushbu funksiya juda ham kir bo'lib ketgan idishlarni kuchliroq yuvish uchun ishlatiladi. Sushka горячим воздухом. Ushbu funksiya idishlaringizni quritib beradi. Idish yuvishdan oldin maxsus yuvish vositalaridan foydalaning. Ularni bu joyga solasiz. Bu qismiga esa faqatgina birinchi rejimdan foydalanayotganingizda yuvish vositasini solasiz. Suyuq yuvish vositasini quymoqchi bo'lsangiz, mana bu joyga max belgigacha to'ldiring. Idish yuvish vositalarini supermarketlar, marketplacelar yoki xo'jalik do'konlaridan topishingiz mumkin. Agar mahsulotlarimiz bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning Instagram sahifamizdan ko'rishingiz mumkin. Bestin, oilangiz eng yaxshisiga munosib.